Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bu Nexia 3imiz o'sha va'dadan keyin Hakimjon o'rtog'imizning mashinalari. Kecha uni hadoylarini qilgandik, zamina emaslik korobka motorga qilgandik. Bugun mana monitor qo'ydik. Rolga cheg'ol tikdik. Bu narsalarni bo'yadik. 4 eshigini shumka qilib, oyoq tagiga yangi kovrik tashab, olib kelingan chexollarni kiydirib berdik. Va xolasdan boshlab tayyor. Buni bitta moykaga beramiz. Bugun 2 soatda moyka bitsa, egalariga topshirish jarayonini bajaramiz keyin. Kimga shunaqa servis xizmatlari kerak bo'lsa, manzilimiz Qo'qon aeroport avtoservis. Doimo xizmatlaringdamiz.